qarang, orqangizga bitta odam kelib o'tirdi-da, topinchim, paskaska beraman. Kim? Men sizlarni sevaman. Topdingizmi? Nima? Tili chuchu bo'lib qoldim. Ne unaqa gapiryapsiz? Kim? G'alchamisiz, Rayhon? Yo'q. Lekin qarang, bilasizmi nima? Mana shu qizcha otdan tushsam egardan tushmaydi. Gapirmang, lekin oxir konsertni ko'rdingizmi? Rosa o'ynabdi o'zi ham. Zarilmidi? Endi trenddan qolmayaptilar-da, oposi. Oxirgi klipini ko'rdingizmi? Ko'rdim ham eshitdim. Farhod aka bilan o'shib qolganlarni. Rosa siqilib ashulalar aytibdilar. Lekin mana shu qizamchi hype qilgan, bilasizmi? Konsert bermayman, oxirgisi deb yana berdi-da, yana bir kun qo'shdi. Pul olsin. Kim tushardi o'zi konsertiga? Odamlar ham pul topib, aql topmaganlar. Bilasizmi, mencha o'zi unaqa eshitmayman shularni. Ana til nolasi yo'q-da shular. Voy, men chaqiryaptilar Gulim Rayhonim. Undoq qildilar. Boring-chi. Assalom, Gulim Rayhonim, yaxshimisizmi? Shunaqa yaxshi ko'raman. Ashulalaringizni eshitib katta bo'lgan, bilasizmi? Hammasini yoddan bilaman, aytib beraymi? Bora yuragimni. Men sizni fanatkezman, lekin bitta mammas, antdan bittasi o'tiribdi, chaqiraymi? Monti biya keling. Assalomu alaykum Rayhon, yaxshimisiz? Tuzumsiz? Sizni rosa yaxshi ko'ramiz biz. Men aytdim Demonda bega agar to'yga Rayhonni olib kelmasiz, men sizga tegmayman dedim. Xo'p, shunaqa yaxshi ko'raman, ko'rdingizmi? Rayhon shu siz bilan rasmga tushib olsak, Instagramga отметка qilamiz. Siz ham qo'yasizmi bizani? Tak, mana hozir rasmga tushib olamiz. Repost qiling faqat, xo'p?